Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Tohir. Men bugungi videoyimda Steam akkauntni telefonda ochishni osongina qilib o'rgatib o'taman. Avvalo bizada Steam bo'lsa, Steamni o'chirib olishimiz kerak bo'ladi, chunki Steam bizga xalaqit berishi mumkin akkaunt ochayotganimizda. Biz avvalo Google Chrome'ga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Google Chrome'ga kirgandan keyin Steam login deb yozamiz. Sekin bosganimizdan keyin bu yerda mana pastroqqa tushganimizda New to Steam deb yozib qo'ygan bo'ladi. Create an accountni bosamiz. Email adres yozib olgan bo'lishimiz kerak. Biz bu yerga o'zimizning email adresimizni yozamiz. Va mana 2 marta emailimizni takrorlab yozib olamiz. Ikkalasiga ham va O'zbekiston belgilanib turgan bo'ladi. I am Humanni bosamiz. Elektrika qatnashgan o'yinni tanlayapti. Bu yerdan o'yinimizni tanlab olamiz. Elektrika qatnashgan. Elektronniy bilan o'ynaladigan o'yinlar bular. I am on shares of a or older ni bosamiz. Va pastdagi ko'k tugmani Continue bosamiz. Va ekranni kichkina qilib qo'yamiz. Mana bunday ko'taramiz. Mana kichkina qilib qo'yishimiz kerak. Va Gmailimizga kirib olamiz. Barcha hisoblar tanlaganimizdan keyin mana obnoviya qilib turamiz. Va mana Steamdan bizga verifications deb keladi. Mana verify my email adresni bosamiz. Hamma o'zimning akkauntimga mana ko'rib turibsizlar. Steam account name to'g'ri chiqdi, ya'ni bo'sh ekan bunaqa akkaunt. Va passwordga parolni yozib olamiz. Parolni yozganimizdan keyin mana cho'si password, ikkalasi ham confirm password, ikkalasi ham bir xil bo'lishi kerak parol. Do'nni bosamiz. Parol saqlandi deydi, o'tni bosamiz. Va mana akkauntimizga kirdi. Endi buni Steamga ulaymiz. Mana bunday kichkina ekran qilib turamizda buni. Yoki chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Endi biz Play Marketdan qaytadan Steamni yuklab olishimiz kerak. Va mana Steam yuklandi. Steamga kiramiz. Password topdi. Passwordga bosganimizdan keyin bizga parollarimizni taqdim etadi. Bu yerdan mana yozamiz. Parolimiz o'sha bo'ladi, lekin Gmailimiz bilan ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Gmailimizni o'chirib, boyagi nikimizni yozib olamiz. 4ta5 bo'lib ketdi. Mana 3ta5 o'zimning akkauntim. Bosamiz tugmani, ko'k tugmani va yangilash bosamiz. Yangilanib turadi. Va bizning Gmailimizga parol yubordim. Uni kichkina ekran qilib qo'yamiz va Gmailga kiramiz yana. Barcha hisoblarga kiramiz va obnoviya qilib turamiz. Va Steam Supportdan keladi bizga. Mana shu kodni nusxa olib olishimiz kerak bo'ladi. Nusxa olib, sekin bu yerga qoldiramiz. Signingni bosamiz. Va bu yerdan mana kichkina ekran qilib foydalanamiz. Nimaga deganda hozir yana parol so'raydi bizdan. Ruxsat beramiz hammasiga. Kattaytirishga to'g'ri keldi ekran. Mana ekran kattaytirib olgandan keyin ruxsat berib, Done'ni bosamiz. Va bu yerdan addni bosamiz va yana bizga parol yubordi. Yana Gmailga kiramiz. Yana bitta obnoviya qilamiz. Yana Steam Supportdan kelish kerak yoki Steamdan kelish kerak mana. O'sha kelgan kodni nusxa olamiz va bu yerga tashlaymiz yana. Va verify kodni bosamiz. Va bizga mana shu kod bilan kira olasan deyapti. Mayli, tushundik. Kutib turamiz bu yerda va Done'ni bosamiz. Done'ni bosgandan keyin endi bu nima desanglar, masalan mana ko'rishimcha akkauntinglarni nastroyka qilishimiz mumkin. Akkaunt ochildi. Bu shunchaki Gmail nomi bilan ochilgan bo'ladi. Statusni bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda akkauntimizning nomini o'zgartirib olishimiz kerak. Masalan, men o'sha nomimni yozaman, ya'ni Jack Uz 555.
yozib olaman va bu yerdan boshqa narsalarni to'g'irlashimiz mumkin. Va bu yerda avatar bor. Avatardan o'zimizga yoqqan avatarni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, men mana shuni tanladim. Yoki-da upload your avatarni bosib turib, mana bu tugmani bosib turib, galereyamizdan yuklashimiz mumkin rasmni. Va saveni bosamiz. Saqlanadi. Saqlash degani bu. Va bu yerdan ham saveni bosamiz. Va mana ko'rishimiz mumkin, rasm va akkaunt nomi o'zgardi. Endi bu akkauntni qanday qilib kompyuterxonaga borganda kompyuterga o'tkazishni o'rgataylik deb o'tgan bo'lsanglar, mana shu pastda 3-da turibdi. Mana o'rtada qalqon, o'shani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana kompyuterimizdagi QR kodni skanlashimiz kerak bo'ladi. Skanlaganimizda to'g'ridan to'g'ri kirib ketadi. Hozir bizda kamera ochiq turibdi. Mana shu kameraga QR kodni to'g'rilaymiz va bo'ldi, avtomatik Steam akkauntimizga o'tadi. Bugungi video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'risini aytsam, juda ko'p odam Steam akkaunt ochishga qiynaladi. Steam akkauntni endi ochishni o'rganinglar deb o'ylayman. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar. Sizlar bilan Tohir Stein kanali bo'ldi.